Alina, taxmin qiling, nima video deb o'ylaysiz? O'zingizdan eshitaylik. Uylanasiz-ku baribir degan videoingiz. Montajyorlarga rahmat, shunday guldek montaj qilib berganinglar uchun. Bu hammasi montaj azizlar. Men shunchaki bularga baribir ham uylanasiz, bo'yingizni o'stirishingiz kerak. Baribir ham yigit kishi degan baribir ham bo'yi uzun bo'lishi kerak deganman. Shunday ma'noda, lekin eshiting gapimni, eshitishni o'rganing a boss. Lekin biz montajyorlarimiz uylanasiz deganmisiz? Eshitib turing, tavba qildim. Lekin bizni montajyorlarimiz bu videoda aynan shu uylanasiz degan joyimni kes turgan holatda qo'shiq qo'yib romantikaga aylantirib yuborishgan bu, lekin aslida unday ma'noda aytilmagan edi. Lekin mana 31-dekabr kuni mana shu ichimdagi gapni aytdim. Shunchaki siz uylanasiz, bo'yingiz uzunroq bo'lishi kerak, baribir kelishganroq bo'lishingiz kerak degan maqsadda aytdim. Hozir nima kelishgan emas, ketishganman men hozir. Qanaqa? Shunga o'xshab turibsiz-da. Sen ketman bilan beliga solasan, men oyog'iga o'roq bilan solaman. Ming marta eshitgandan ko'ra mingta ko'rgan yaxshi. O'zingizlar baho beringlar, Farida. Marhamat. Ich-ichidan gapirgan o'sha gapni. Ko'rsatuvga gap bo'lishi mumkin emas, juda ham zo'r ko'rsatuv. Abbos bo'yi pasamas ekan deydi. Abbos bo'yi pasamas ekan-da. Rahmat. Men uchun pas. O'rlayvermang, mening ham uvolim bor. Siz menga o'rgatyapsiz, nima bo'yim bo'laman. Xuddi bir yuriyman men. Uylanasiz baribir. Uylanasizmi yo'qmi? Voy deyish kerakmi yo deyish kerakmi? Nega unda o'g'irlading yurakni? Xo'sh, endi-chi siz Farida. Lekin rozi emasman. Nimaga? Shunga qo'yilgan ekan. Turmush chiqdi o'ylab. Yo'q. Xo'sh. Uylanasizmi yo'qmi? Voy deyish kerakmi yo deyish kerakmi? Nega unda o'g'irlading yurakni? Shart o'qing tez-tez. Jayla montaj qilib olasizlar. Yo'q. Xo'sh, sharti eng zo'ri. Montaj o'zi ko'payib ketdi, sevgi, romantika ko'payib ketdi, yetadi azizlar. Sevib yashash kerak. Yo'q, hamma narsani me'yori yaxshi, me'yori bo'lsin. Qadrli yurtdoshlar, shartni eshitdinglar, navbatdagi shart.